Nodir aka ish qilasizda, jin chiqib kelsa. 3 ta tilakdan nima tilagan bo'lardingiz? 3 ta tilakdanmi? Voy. Bir yoshligimga qaytib qolish. Keyin Bo'ldi, qolgani shu vohliroq hozirgi narsalar. yo 3 ta tilagingiz bor. Ha, 3 tasimi? Voy, yana bittasimi? Uni o'ylab ko'rish kerak. Yo'q, diniy tilaklar. Yo'q, jinsiy tilaklar. Yo'q, unaqasi. Cheksiz bo'lsami? Yo 3 ta tilakni. Cheksiz Ha, bo'lsa. bittasi yoshligingizga qaytdingiz, ikkitasi, ikkinchisi diniy tilak aka, uchinchisi Amir Olimxon nonni bo'lib qolish. jinsiy tilak, uchinchisi. Nima degan? Ha, jinsiy jihatdan juda ham baquvvat bir bo'lsa, kuch tugamasa. Kim baquvvat bo'lsa. Ha, kuch tugamasa. Gap yo'q. Siz qanaqa tilak tilagan bo'lardingiz? Endi hazilomuz, buni endi diniy tomonlama yoymaysizlar. Endi Olovuddinni shamchirog'i deydi-ku, endi hammamizga odat bo'lib qolgan shu. Ertak.